2-3 günden beri Instagram'da oldimdan chiqaverib, tushlarimgacha kirishga ulgurgan bu taomni birgalikda uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. Esirem bir nevayem bir kesem bir tanarem bir tanarem aman. Ömrümde gizmenem gül gülzar seyrine. Aslı bahar istemerem bir gül olmasa. Gülzar seyrin neylerem el gül olmasa aman ey aman. Ovqatimiz maromiga yetib pishgunicha sizlar bilan okroshka tayyorlaymiz. Yiğit başı isen bosa, mallı olar, malsız olmaz aman. Odatda buni to'ylarda professional shef-povurlar tomonidan tayyorlashadi. Nima deb o'ylaysiz? O'xshadimikan? Fikringizni izohlarda qoldiring.